Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Hurmatli birodarlar, Yorqinjon domlaning vafoti haqida bir xabarni eshitdik, juda bir qattiq qayg'uga kirdik. Yurtimizda mana shunday bir ulug' ulamolardan yana biri siz bilan bizni tark qildi. Albatta bu barchamiz uchun katta judolik. Vafot etishidan bir kun burun suhbat qilib o'tirgan edik. U kishi o'shga chiqqan ekanlar. Uchrashishni bir talab qildilar. Peshin namozini o'qigandan keyin bir 2 soatga yaqin suhbatlashib o'tirdik. Mana shu 2 soat suhbat davomida bu kishi qanchalar bir chuqur ilm egasi ekanligiga guvoh bo'ldik. Juda ko'p kitob o'qigan ekan. Usul bo'ladimi, tarix bo'ladimi, fiqh bo'ladimi, aqida bo'ladimi, qaysi mavzuda bir so'z ketmasin, mana shu sohada bir chuqur ilmi bor ekanligiga biz guvoh bo'ldik. Shunday bir chuqur ilmga ega bo'lishiga qaramasdan, u kishi o'zini juda ham sodda tutar ekanlar. O'ta hazilkash, xushchaqchaq, ochiq yuzli, insonni o'ziga jalb qiladigan, insonni o'ziga rom qiladigan bir xususiyati bor ekan. Alloh rahmat qilsin. Mana shunday bir olim bilan tanishganimizdan xursand bo'lib, quvonib turgan paytimizda ertasi kun mana shunday bir mudhish xabar kelib qoldi. Birodarlar, inna lillahi va inna ilayhi rojiun deyishdan boshqa so'zimiz yo'q. Chunki Alloh taoloning taqdiri, siz bilan biz qazo-i qadarga iymon keltirganmiz. Alloh azza va jalla bu birodarimizni gunohlarini mag'firat qilsin, qilgan solih amallarni o'ziga bir hamroh qilsin, orqasidan qolgan zurriyotlariga, oila a'zolariga sabr jamil bersin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam suhbatini nasib qilgan bo'lsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.